Endigi videoda o'sha ruldagi seriya qismini laminatsiya qilishni o'rganamiz. Bu mana bunday holat turadi. Mana bu qismi ichkariga kiradi. Bunda ichkariga kirib mana shunday holda bossa hozir joyiga tushadi. Hozir buni chiqarish uchun shunday turganda tak tomonidan tortiladi. Mana bu tak tomonidan tortib chiqsa o'zi chiqadi. Mana bu tomonga tushadi, qisqa qilib aytganda. Ikkita tomondan shunaqa yechib oldik, seriya qismini. Bo'lishlari mumkin o'sha tirnalsa ketadigan narsada. Tirnalsa ketadi. Shuni hozir laminatsiya qilamiz. Seriya qismi. Seriyaning qismini ham o'zini fen yordamida ozgina qizdiramiz. Yaxshiroq yopish uchun. Endi hozir jarayonni ko'ramiz. Mana laminat qismi tayyor bo'ldi. Ikkinchi qo'yib qo'ydim уже. Uni mana bunday holatda bo'ladi. Ichkariga qayirib chiqasiz, shu yonlardan qaraganda yaltiroq ko'rinish. Endi buni qo'yish jarayonini ko'rsataman. Mana bu qismi birinchi kiradi ichkarisiga, lotokka. Lotokka kiradi. Mana shunday holat turadi. Shu holatda ozgina o'zini kuchi bilan bosasizlar, ilinib turibdi. Keyin turkan olasizlar, minsovoy qismi. Minsovoy qismini qo'yib, bo'lmadi. Mana shu qismidan bitirasizlarda. Mana shu ko'rsataman. Mana shu qismida aytarlarman, shunday holatda bo'ladi. Va ustidan bosamiz, tamom. Nikel qismi lekin juda ajoyib turibdi. Men bu yerni ham o'tgan videoda ko'rsatdim. Ikkita chetini. Bular ham juda ajoyib chiqqan. Taglarigacha e'tibor berishingiz mumkin. Mana bu qismi ham o'z joyini a'lo darajada o'rnadi. Chetlarni ko'rishingiz mumkin. Xuddi bir akvaprint qilingandek bo'lib turibdi. To'g'ri, akvaprintga bu teng kela olmaydi, lekin akvaprint bunga teng kela olmaydi. Nimani hisobiga? Narx jihatidan. Va arzon, qaranglar. Ochib orqa tomondan ko'rishingiz mumkin. Qayrilgan joylari o'ta go'zal bo'lib turibdi. O'ta go'zal. Bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonga qayrilgan hisobiga chetlari ham juda chiroyli chiqdi. O'zimga ham yoqib ketdi. Ham yaltirashini qarang. Ammo ashlab qolganga o'xshaydi, lekin bu yaltiroq. Juda go'zal, o'ta.